Men o'zimni 19 yoshimda juda yosh sodda qiz deb o'ylardim. Hali hayotning achchiq va shirin tomonlarini to'liq bilmasdim. Yaqinda turmushga chiqqan edim. Erim Samandar yaxshi yigit, yaxshi odam, tinib-tinchmas ishchi yigit edi. U toyimizdan otiga 3 oy o'tib Rossiyaga ketishga majbur bo'ldi. Oila uchun, kelajak uchun pul yig'ish kerakligini ikkovimiz ham tushunardik. U ketgan kun uyimiz galati sukunatga to'ldi. Qaynona-qaynotam yaxshi odamlar. Menga havas bilan qarashardi. Lekin u ichida yana bir odam bor edi. Kaynak Diyor. U 27 yoshda. Baland boy, qattiq qo'l, ko'p gapirmaydigan yigit edi. To'y vaqtida ham juda sovuq tabassum bilan qarardi menga. Shunda men buni faqat uning xarakteriga yoygan edim. Erim ketganidan keyingi birinchi hafta hech qanday galati narsa sezmadim. Qaynona bilan uy yumuzlari, qaynona mehribon bolam deb mehr bilan qarab yuradi. Qaynoda esa ertalab ishga ketib kechqurun charchab musiqa qaytadi. Diyor esa kopincha. Kechqurun keladi. Ba'zida tun yarmida kirib keladi, chunki u ham kechki ismenida ishlardi. Birinchi marta o'zimga galada qarashni o'handa sezdim. Kechqurun ovqatni dasturxonga qo'yib, idislarni tozalab yurgandim. Diyor kelib musiqa kirdi. Odatiy salom demadi. Kozini menga qadab turdi. Men esa tezda boshimni ekdim. Yana uy yumuslarini davom ettirdim. Shunda u yonimdan o'tayotib nimadir demoqchi bo'lgandek to'xtab qaradi. Nigohi juda galata edi. Odamga emas, odamning orqasidagi narsa orqali qarayotgandek. Men indamay o'tib ketdim. O'sha paytda bu qaraslarning tagida borligini bilmasdim. Balki bilishni ham istamasdim. Kunlar o'tib u menga tobora ko'proq tikiladigan bo'ldi. Qaynona buni sezmaydi. Qaynota ko'p uyda bo'lmaydi. Men esa uyda deyarli yolg'izman. Kecha telefonimni go'limga olib erimga yozaman. Men yaxshi, hammasi joyida. Seni kutyapman, ammo ichimda o'sha begona nigoh meni bezovta qilardi. Bir kuni kechasi suv ichish uchun oshxonaga chiqdim. Uy yoni qorong'i. Faqat derozdan tushayotgan xif oy nuri suv ichib qaytayotgan edim. Birdan eshik oyna oyasida ochildi. Diyor kirib keldi. Hali kiyimlarini yechmagan. Qadamlarda shoshilish bor. U meni to'xtatdi. Qaradi, yana o'sha notanish tushuntirib bermaydigan qozlar bilan. Kechasi uyga yuribsizmi? Dedi pastda. Suv ichgani chiqqandim dedim, qo'rquvni yashirishga orinirak. Ulim. Siradi. O'sha kulga meni larzaga soldi. U asta menga yaqinlashdi. Men ortga chekindim. Qo'rqmang, dedi u, shunchaki gaplashmoqchi edim. Gapni ertalab ham qilsa bo'ladi, dedim qaltirab. U menga yana bir qadam yaqinlashdi. O'sha paytda yuragim o'zimni eshitmay qoldi. Shu onaxonamga yugurib kirib ketdim va eshikni qulfladim. Yuragim gursillab urardi. O'sha kecha uxlay olmadim. Oradan 2 kun o'tdi. U yana kechasi uyga keldi. Bu safar men yosh boladek qo'rqib xonamdan chiqmay o'tirdim. Ammo bilmadim qaynota uni kutib o'tirganmi yoki yo'qmi. Uy jim bo'lib yotganida koridorda mayin qadam tovushlari eshitila boshladi. U to'xtadi. Xuddi mening eshigim oldida turib qolgandek. Nafasim bukilib qoldi. Har bir qadam, har bir tikirdek jimlik quloqlarimda jaranglardi. Shu voqeadan keyin akam menga kundan kunga yaqinlashishga urinishni boshladi. Balki musiqa u buni yashirayotgandek tuyular. Lekin har galgi nigohlar, gaplar yonimdan o'tayotganidagi kastan sekin harakatlar hammasi menga sovuq qo'rquv olib kelardi. Men qaynona bilan birga bo'lsam, o'zimni xavfsiz his qilardim. Yolg'iz qolganimda esa yuragim bezovta bo'lardi. Uyda yolg'iz qolishning o'zi ham endi mashaqqatga aylandi. E'lon qilinmagan lekin seziladigan xavf ichimni kemirardi. Shunda o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Bir kuni ertalab nonushta qilib bo'lgach, qaynona oshxonani yig'ishtirayotgan ekan. Men ichimda yig'lab, ammo yuzimda tabassumni yashirmay dedim. Onajon, men kechasi qo'rqib yuribman.
Uyga kim kelib ketayotganini bilmayapman. Qaynona boshini ko'tardi. Kim degan savol uning ko'zida paydo bo'ldi. Lekin ovoz chiqarmadi. Men esa ichimni bo'g'atishga qoqdim. Bu gap uyni buzishi. Qaynona bilan qayin akaning orasiga nizo solishi mumkin edi. Ammo haqiqatni yashirish ham endi qiyinlashib borardi. Ozcha kundan keyin qayin akamning har bir qadamini his qilishim yanada kuchaydi. U meni yolg'iz ko'rib qo'ysa gaplashmoqchi bo'lardi. Men esa uzr topib chetlab ketaverardim. Ammo ruhiy bo'lim kundan kunga ortardi. Men bir kecha qaror qildim. Agar u yana uyga kechasi kelsa, ichimdagi qo'rquvni qaynona va qaynotaga aytaman. Men endi yolg'iz qo'rqib yura olmayman. Musiqa shu kecha eshik yana past ovozda shigirladi. U keldi. Uyning ichidagi qadam tovushlari yuragimni muzlatib yubordi. Men eshik ortida tegilib turdim. U sekin qarorgacha keldi. Nafasi eshik ortidan eshitilayotgandek edi. Bu safar u shuncha turmadi. Eshikka yengil ushlab qo'ydi. Ozcha lahzada men ichimdagi butun qo'rquvni yig'ib, hech qachon tasavvur qilmagan jasoratni topdim. Men baland ovozda chaqirdim. Qaynona, Diyor yana kechasi kelyapti. Uy larzaga keldi. Qaynona chopib chiqdi. Qaynota ham uyg'ondi. Diyor esa ortiga tarildi. Lekin kechaydi, hamma ko'rdi. Qaynona qotib qoldi. O'sha ko'zlarida men bir umr unutmaydigan alam, hijolat, norozilik va sharmandalikni ko'rdim. Qaynota Diyorni qo'lidan ushlab tashqarila olib chiqdi. Ularning janjali butun mahallani uyga uyg'otdi. O'sha kecha men xonamda o'tirdim. Qo'rqib ham, yengillashib ham. Yig'lagim keldi. Lekin ko'z yoshim chiqmadi. Qaynona kirib meni bagriga bosdi. Bolam, kechir meni, bu mening aybim, dedi titrab. Men uning bag'rida ko'p vaqt jim o'tirdim. Ertasiga Diyor uydan chiqarilib yuborildi. Qaynota bir oy davomida ham unga ham menga tikka qaray olmadi. Qaynona esa meni asrab qo'llab-quvvatlab yurdi. Eriga hammasini aytdim. U yig'ladi, uzr so'radi. Darrov qaytaman, dedi. Shu voqeadan keyin hayotim asta-sekin tinchadi. Lekin bu sinov menga shuni anglatdi. Ba'zan ayolning eng katta jasorati qo'rquvdan qochishi emas, balki uni tan olib yordam so'rashidir. Diyor uyimizdan chiqarilgan kunidan keyin uy ichida galati sukunat hukm, musiqa surdi. Go'yo hamma odam o'ziga kela olmay, o'zini aybdor his qilayotgandek, qaynota ham, qaynona ham ko'zlarini mendan yashirardi. Men esa ularni ayblamasdim. Bu voqeada mening aybim yo'q edi. Hech kim bunday narsani kutmagandi. Lekin baribir uyda bir og'ir xig'inlik paydo bo'ldi. Ertasi kuni ertalab qaynona menga nonushta tayyorlab qo'ydi. U odatda menga yumshoq mehr bilan gapirardi. Ammo o'sha kuni uning ovozida kutroq bor edi. Bolam, sen kecha bo'lgan voqeani kondan o'tkazib yuborma, dedi u asta. Buni bizning oilamizdagi qora dog deb o'ylama. Men sening qaynonangman. Sen mening qizimsan. Men seni tushunaman. Men uning gaplarini eshitib ko'zlarim yoshga to'ldi. Bu ayolni motor kaki ishlatib, hushidan ketcha xizmat qilganim uchun emas, meni haqiqatda ham og'li kaki ko'rganini sezganim uchun. Qaynota esa kecha kunduz gamgin yurdi. O'sha kuni u Diyor bilan juda qattiq janjallashganini qo'shnilar ham eshitishgan ekan. Qaynota uyga qaytib kirganida rangi oqargan, qo'llari titrar. O'zi ham entikib nafas olar edi. U menga qarab dedi, bolam, sen o'zingni aybdor his qilma. Ayb bizda, biz bilmayormay yuribmiz, men esa boshimni ekdim. Shu kundan keyin qaynota menga hech qachon baland ovozda gapirmadi. Meni ko'rsa izzat bilan qizim dedi. Biror narsa ko'tarsam yordamga berishga shoshardi. Bu voqea ularni sinib qo'ygandek edi. Oradan bir hafta o'tdi. Samandar bilan telefon orqali uzoq gaplashdik. Men unga hammasini aytdim. Hech narsani yashirmadim. Voq jim qoldi. Yuragim gash tortdi.
Balki u meni ayblar deb o'yladim. Lekin u chuqur nafas olib "Kedi, sen mardlik qilib to'xtatibsan. Ayb sen ustingda emas. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni asray olmay qoldim. Men hech qachon seni yolg'iz tashlab ketmasligim kerak edi." Bu gaplar meni larzaga soldi. Shu payt bilib qoldim. Erim menga ishonar ekan. Bu ishonchdagi og'irlik yig'limni keltirdi. "Samandar, tez orada qaytaman" dedi. Lekin men uning qaytishini ham qo'rquv ham shodlik bilan kutardim. Bu voqea unga og'ir bo'tishini bilardim. Diyor uyimizdan ketganidan so'ng mahalla ham gapsiz bilan to'laydi. Diyorni nega chiqarishdi? Nima bo'ldi? Nega kechalari kelardi? Degan savollar ko'p odamlar orasida aylanardi. Qaynona har kuni ko'chaga chiqqanida odamlar unab qarashardi. Ba'zilari esa shivir-shivir qilishardi, lekin ularga e'tibor bermasdi. U o'z oilasini, kelinini himoya qilishni birinchi o'ringa qo'ygandi. Men ham bir-ikki marta ko'chaga chiqqanimda ayollar nazarida o'zimni noqulay his qildim. Ammo hayot davom etardi. Men o'z vazifalarimni bajarardim, uyimni yig'ishtirardim, qaynona bilan birga ovqat tayyorlardim va eng muhimi o'zimni ruhiy tiklashda harakat qilardim. Kechqurunlar yotganimda haligi qadam tovoshlari, eshik silliq ochilgandek ovozlar qulog'imga kelar, zor birlashib ketardim. Bu qo'rquv bir necha hafta meni tark etmay yurdi. Bir kuni kechasi qaynona yonimga keldi. Yonimga o'tirdi. Musiqa qo'limni oshladi. "Bolam, sen juda kuchlisan. Ko'p ayollar buni ayta olmaydi. Sen aytding, o'zingni himoya qilding. Bu mening kelinim ekaningdan faxrlanaman." Uning ko'zlari nam edi. Men unga suyalib o'tirdim. O'sa kecha uyda birinchi marta o'zimni yana xavfsiz his qildim. Bir oydan keyin Samandar uyga keldi. U kelganida meni bagriga qattiq bosdi. Go'yo hech qachon qo'yib yubormasdi. Men ham titrab uni quchoqladim. Bu kutda shuncha og'riq, sog'inch, qo'rquv va minnatdorlik bor edi. Samandar ota-onasi bilan soatlab gaplashdi. Ularning ko'zlarida uyalish, afsus, minnatdorlik bor edi. Samandar esa ularga "Sizlar aybdor emassizlar. Men yo'q bo'lganim aybdor" dedi. Bu gap qaynona bilan qaynotaning ko'z yoshlarini ko'zgatdi. Shu kundan keyin Samandar meni bir daqiqa ham yolg'iz qoldirmadi. Kechalar yonimda yotganida o'zimni ilk bor haqiqiy himoyada sezdim. U qo'limni ushlab uxlar, kechasi uyg'onib meni asrab qarab qo'yardi. Hayot asta-sekin o'z iziga qaytdi. Voqea izlari ochishi uchun vaqt kerak edi. Lekin biz oilamiz bilan uni yengdik. Men endi o'sha kechalar, o'sha qadam to'shlari haqida o'ylaganimda titrab ketmayman, chunki o'zimni himoya qila olganimni bilaman. Samandar va men o'z sevgimizni yana mustahkamlab oldik. U menga qarab ba'zan shunday derdi: "Sen o'sha kecha menga emas, o'zingga sodiq bo'libsan. Bu mardlik." Men uni quchoqlardim. Yillar o'tib ham bu voqea bizning uchun esdalik bo'lib qoldi. Og'riqlik, lekin sabab bo'lgan esdalik.